Men bag'ringda tug'ilganman, allanga qarz bolangman. Sen shod ersang havas qilgan, g'am cheksang men nolangman. Sarxatlaring tomirlarim, daryolaring qonimdir. Har giyohing mo'tabar, har uduming jonimdir. Bugul mening makonimdir, bu O'zbekistonimdir. Tarix sado berar doim. Bu shundayin nodir el. O'z yurtboshisi bordir bugun har jabhaga qodir el. Bayramlari o'ziniki, botir el, bahodir el. Butun dunyo aytur bugun, bu shundayin nodir el. Bu el mening iymonimdir, bu O'zbekistonimdir. Buxoroy xiva chertar, qadimgi kuy jarangor, yigitlarning ko'ksida u minoradek g'urur bor, qizlarida bibi xonim iffati bor, surur bor, otalarning duosidan yosh ko'ngillar minnatdor. Qo'shiq kuylar zamonimdir, bu O'zbekistonimdir. Yurtim senga maftun bo'lib aytay yurak rozimni, Humo qushning har pariga bag'ishlayin sozimni, mag'ribu mashriq eshitsin yurtboshimiz ovozini, mag'ribu mashriq eshitsin zakovat ovozini. Ko'z qilay eratlarga men ehtirosimni, paxta do'ppi choponimdir, bu mening zo'r dostonimdir, bu O'zbekistonimdir. Xayrli aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli aka, 5 minut vaqtingizni olaman, mumkinmi? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Tariximizga bir nazar tashlasak, Iroqlik Axomonliklar 200 yil, Grek Makedoniyaliklar 180 yil, Arab xalifaligi 200 yil, Mo'g'ullar 150 yil, Chor Rossiyasi Sovet davlati 150 yil, jami 880 yil yurtimiz jabr sitamda, zo'ravonlikda hayot kechirdilar. Lekin mana shu Xayrli akamga o'xshagan insonlarning g'ururi tufayli, qadriyatlarimiz tufayli, bilimi, urf-odatlarimiz tufayli millatimiz o'zligini yo'qotmadi. Men nima uchun buni aytyapman? Yoshlarimizga. Shu 880 yilni aytyapman. Sababiki yoshlarimiz yurtimiz tinchligini, yurtboshimizni saqlaylik, qadriga yetaylik. Ota-bobolarimiz orzu qilgan tinch zamonlarda yashayapmiz. Biz hozir kitobni tarixini aytib kelyapmiz. G'ordagi yozuvlar ham kitob hisoblanadi. To'g'rimi, Xayrli aka? To'g'ri. Qum taxtachalar, papirus. Papirus degani papuro. Shahona degani. Bu qamish o'ramalari. Undan keyin papirusdan keyin pergament kirib kelyapti. Ya'niki teri. Bu Pergama shahrida, Turkiyada, hozirgi Bergama shahridan olingan. Undan keyin pergamentdan keyin qog'oz, pergament o'rniga qog'oz kashf etildi. Va 14-asrning o'rtalarida nemislarning Yogan Gutenberg tomonidan kitobni kashf etilishi, kitobni umuman hayotimizdagi bir bombadek kitobni hayotimiz juda ham oldinga siljib ketdi. Qur'oni Karimning Ra'd surasi, Momaqoldiroq surasida xalq o'zi o'zgarmaguncha, ya'niki so'zma-so'z qaysiki qavm o'zi o'zgarmaguncha hech narsa negiz tutmas deydi. Ya'niki har kim o'zi, biz xalq, men, siz, u, bu, har kim o'zimiz o'zgarmas ekanmiz, hech narsa o'zgarmaydi. Qur'oni Karimning Temir surasida birinchi bo'lib kitob, keyin temir, keyin tarozi tushdi deydi. Qarang, birinchi bo'lib kitob deyapti. Birinchi bo'lgan so'z ham payg'ambarimizga o'qi, kitob o'qi degan so'z bo'ldi. Iqro, o'qir degan bo'ldi. Qo'sha mashina ol, qo'sha uyqur degani yo'q. Kitob o'qi deyapti. Yapsizmi? Shuning uchun yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har kuni kuyinib, bugungi bolalar ertaga xalqqa aylanadi. Yoshlarni kitobga qaytarishimiz kerak. Kitobsiz taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham qadri yo'q dedilar. Xullas, kitobsiz kelajak yo'q dedilar. Singapur bosh vaziri Lee Kuan Yew o'zini 30 yillik bosh vazir tarafidan shu aytdilarki, kitob o'qish uchun ayol kishi kitob o'qish kerak. Qachonki ona o'qigandan keyin u bolaga gendan o'tadi. Erkak bechora kun tashishlari, pul topish bilan yuribdi ko'chada bola boqaman deb. Ayol uyda. Bolaga qachonki ayol kitob o'qisa, u qondan qonga o'tadi. Keyin farzand bola kitob o'qiydi deb aytadi. Va o'zi shunga amal qilib, butun Singapurdagi ayollarni kitob o'qishga majburlar. Mana hozir Xayrli aka Singapurni butun natijalarini ko'rib turibmiz siz bilan. Sohibqiron Amir Temur kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik, aql idrokning asosidir. Hayotni yaratuvchi murabbiydir deydi. Alisher Navoiy bobomiz buyuk shoir, mutafakkir, kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksaklikka erishishning asl asoyi manbai deydi. Allomalarimizga qarasak, agar tarixga qarasak,
Abu Ali ibn Sino 450 ta kitob yozgan. Beruniy 150 ta kitob yozgan, undan bizga 32 tasi yetib kelgan. Beruniy bo'lishiga uni dadasi Ahmad aka sababchi bo'lgan, Ahmad aka kitob yozgan. Va o'g'limga deb bittani ko'chirib qo'ygan. Qarang, Imom al-Buxoriy 600 mingta hadis yig'ib, shu 600 mingta hadis yig'ish uchun 90 ming kishiga uchrashgan ekan, xayrli. Forobiy 70 ta til bilganki, shu 100 ta kitob yozish uchun qorovullik kasbini tanlagan. Nimaga? Bu zakovatda ham beriladi men tarafdan. Bu hozir odamlar shahri kitobida ham bor. Chunki qorovulga sham tekin berilgan. Forobiy sham sotib olishga puli bo'lmagan. Kechasi kitob yozish kerak, kitob o'qish kerak. Yaxshizmi? Va 100 ta kitobini yoza olgan. Bu tarixda fozil odamlar shahri kitobida bor. 14-asr arab haykaliga qarang, shunday so'z yoza olgan ekan. Yilni har faslida har xil mazali, mevali, aynimaydigan, qurimaydigan daraxt haqida eshitganmisiz? Bu kitobdir. Ramzes II podshohligini kutubxonasini kiraverishda kitob bu qalb davosi deb yozib qo'ygan ekan, xayrli. Seneca Rim faylasufi aytadiki, asalari har xil gullarga tanlab asal yig'ganday, biz ham kitoblarni tanlab bilim olishimiz kerak. Asalaridagi tanlab kitoblar ko'p, tanlab. Argentina yozuvchisi Borges Luis jannat ulkan kutubxonaga o'xshagan bo'lsa kerak deb orzu qiladi. Ernest Hemingway esa kitobni aysbergga o'xshatadi. Kelayotgan aysbergni 1 dan 8 qismi ko'rinmaydi. 7 qismi suv ostida, xayrli aka. Kitob ham shunday. Kitobni olganingiz bilan uni siz ichkarini o'qigandan keyin boyagi 7 qismiga, ummoniga, asliga yetib borasiz. Chingiz Aytmatov, qirg'iz yozuvchisi aytadiki, kitobsiz insoniyat o'zligini yo'qotadi deydi-da. Chingiz Aytmatov kitobni piyozga o'xshatadi. Biz piyozni qanchalik bo'laklarga bo'lsak, xayrli aka. Ko'zimiz achishib ichkariga kirib borganimiz sayin ko'zimiz yoshlansa, kitobni ham har bir bo'laklari varoqni o'qigan sayin biz ko'zimiz, yuragimiz achishib, uni ichiga, mazmuniga kirib yig'laymiz, yurakni yig'latadi. Men o'zim kitobni quyosh podshoh olamiga o'xshataman. Biz sayyoralar quyoshning oldida qanday aylansak, biz kitobning oldida aylanyapmiz, xayrli aka. Keta olmaymiz, majburmiz. Bundan kuch olamiz, motivatsiya olamiz. Hamid Olimjon O'zbekiston degan she'rida bunda bulbul kitob o'qiydi deydi, jannat makon yurtimizga qarab. Abdulla Orif aytadiki, kitob o'qiydigan odamning ham deydi farishtasi bo'ladi deydi. Qarang, farishtasi bo'ladi ekan. O'tkir Hoshimov aytadiki, eng oliy mukofot bu kitobxon mehri. Kitobda, har bir kitobda insonning umri turibdi, xayrli aka. U umrini bergan, pulini bergan, vaqtini bergan. Shu bizlar o'qisin deb. Afsuski biz o'qimayapmiz, xayrli aka. U hayotini bergan, eng asosiysi. 50 yashagandir, 80 yil yashagandir. Shular o'qisin, avloddan avlodga o'tsin deb. Qarang, Winston Churchill aytadiki, Angliya bosh vaziri, bolalar otasining kutubxonasidagi kitobdan tarbiyalanadilar deydi. Goethe har kuni bitta kitob o'qish kerak deydi. Nurali Qobil o'zbek yozuvchisi aytadiki, fikrlovchi kishilar kitob o'qiydilar, fikrlamaydiganlar stadion va konsert zallarini to'ldiradilar deydi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron aytadiki, kitob aqlga tarbiya beradi, qalbga tarbiya beradi. Nafsga kitob kerak emas. Qaysi kuni ham xayrli aytayaptiki, u biza ovqatlanamiz deganda bizlar jismoniy, lekin ma'naviy tarafdan xayrliga to'g'ri aytibdilar. Biz ma'naviy ham oziqlanishimiz kerak. Kitob o'qishimiz kerak. Dunyoni telefon tikib turgan yoshlar emas, kitob o'qiyotgan yoshlar boshqaradi. Ya'ni kitob o'qiganlar kitob o'qimaganlarni boshqaradi deydi. Cervantes Don Quixote'ni, Niccolo Machiavelli hukmdor asarlarini qamoqda yozgan ekanlar, qarang. Beruniya. Ibn Sino. Abu Said Mahzun degan 19-20 asrning boshlarida Abu Said Mahzun Samarqandlik kitobdan, qarang, Vaqtnoma kitobidan Ulug'bekni rasadxonasini topgan ekan. Kitobni qarang, ulug'vorligini. Kitob o'qimaganda yo'q. O'sha ko'milib ketgan joyini, koordinatalarini, o'sha Obirahmat qishlog'ini, daryoni chap tarafi, o'ng tarafi qilib, buni Vyatkinga aytgan ekan. Vyatkin shunga mukofot sifatida chorrashasini attiga 100 so'm bergan ekan. Topganiga. Kitobni biz hurmat qilishimiz kerak. Uni bosish kerak emas, uni tepalash kerak emas, uni yoqish kerak emas. 1933-yil nemis fashistlari Gitler boshchiligidagi kitobni Berlinda yoqishadi va ozgina o'tmay 12 yil, xayrli aka, bir muchalda nemis fashist bosqinchilar o'zi yo'q bo'ladi. Chunki kitobni yoqishdi. Remark xuddi shu gapni gapirgan. Kitobni yoqqan millat ertaga odamlarni ham yoqadi deb gapirdi. Shunday. Siz ana kutubxona haqida gapirdingiz. AQShda 16600 ta kutubxona bor ekan. Yo'q. Bizlarning Alisher Navoiy kutubxonamizda
75 tilda 10 million dona kitob bor ekan. Abrayxon Mirziyoyev nomidagi Sharqshunoslik institutimizda qo'lyozma jami 300 mingta. Bularni biz forsiydan, arabchadan tarjima qilishimiz kerak ekan. Men agar televizorda Shavkat Miromonovich prezidentimiz ko'rayotgan bo'lsa, men iltimos qilardim, mana bu Sharqshunoslik institutida o'qiyotgan talabalarimiz, pedinstitutni o'qiyotgan talabalarimiz, arabiy, forsiy yo'nalishda o'qiyotganlar. Shularga bitirish nimalarida diplomida birdan biriga kisira ko'pay qilib diplom ishini ko'chirmasdan har bir bittadan tarjima qilsa, bitta asarni. Bu yerda o'qilmayotgan Beruniylar yotibdi, Farobiylar yotibdi, Ibn Sinolarning kitobi yotibdi. Xalqimizga buyuk tuhfa bo'ladi. Buyuk tuhfa bo'lardi. Men shuni iltimos qilaman. Abdulla Qodiriyni mana bu Otabek va Kumush, Anvar va Ra'no bu zakovatda bizga savol berildi. Nega Otabek bilan Kumush, Anvar bilan Ra'no? Xayrli ekan. Otabek Kda tugaydi, Kda boshlanadi Kumush. Anvar R'da tugaydi, Ra'noda boshlanadi. Va Kumushga bitta cho'rtishga qilib Kumush, ko'mamiz oxiri. Qarang, Abdulla Qodiriyning otasi shunchalik nima bo'lgan ekanki, intiluvchan. Farzandi bo'lmaguncha uylanaveribdi va 4-uylanishida Abdulla Qodiriyni ko'rgan ekan yozuvchimiz. Dunyoda eng ko'p kitob o'qiydiganlar bu Xitoy bilan Hindiston xalqi ekan. Asosan 50 yoshdan oshgandan keyin o'qir ekan. Haftasiga 10 soatlab o'qir ekan bular. Endi savol, nima uchun 50 yoshdan keyin kitob o'qiydi? Nega yoshlikda o'qimaydi? Sababi 50 yoshga kelib, Xayrullo aka, insonning nafsi qonar ekan. Uyga, mashinga, to'yga, bir baloga, tushunapsizmi? Va ichkarida aql nafsi boshlanar ekan. Baribir qo'ymas ekan. Charchar ekan nafs va aqlga bo'shatib berar ekan. Marhamat, yo'l sizga deb. Endi o'qing. Rahmat. O'qish to'g'ri baribir, kechmasin. Bir rivoyat keltiriladi Xayrullo aka. Nabira kitob o'qiydi, tushunmaydi, kitob o'qiydi, tushunmaydi, boboga keladi. Bobo kitob o'qiyapman, tushunmayapman. Bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketib desa, o'g'lim mana bu savatni borib suv olib keldi. Savatda endi oldin ko'mir tashilgan, suv olib keladi, kelguncha to'kilib ketadi. Yana borib keladi, 2 marta to'kilib, 3-ta yana to'kilib ketadi. Bobo, men olib kela olmayapman suv deydi. Keyin o'g'lim mana bu yerga o'tir. Ko'rdingmi? Sen 3 marta o'qiding. Kitob ham shunday. Savatga bir qaragin deydi. Savat boyagi qop-qora ko'mir ortilgan edi-ku, oppoq bo'lib turibdi. Seni qalbing ham shunday tozalanadi kitob o'qiganda deydi. Keyin yaltillash boshlaydi. Keyin bolacha tushunadi. Bu men televizorda Abror Muxtar Aliga aytmoqchi edimki, endi u kishini ham hurmat qilish kerak. U kishi yomon ma'noda aytmagan. G'azzoliyda shunaqa voqea ketadi. G'azzoliyni cho'lda katta karvonda qaroqchilar ushlab oladi. Birovni tillasini oladi, birovni tuyasini oladi, birovni pulini oladi, boshqa. G'azzoliyga navbat kelganda bir sandiq to'la kitob. G'azzoliy aytadiki, iltimos, shu kitoblarimga tegmanglar. Bu meni boyligim desa, shunda qaroqchini boshlig'i aytadi, bu kitobda yozilgan G'azzoliyda. Bu seni boyliging emas. Seni boyliging mana bu yerdagi boylik. Bu sandiqdagi boylik. Qachonki sen shuni o'qib, mana bunga yodlaysan, u seni boyliging. Men senga bir marta shans beraman, lekin keyingi safar qo'ymayman. Mana shu voqea bo'ladiki, G'azzoliy shu sandiqdagi 50 ta 100 ta kitobni yodlaydi va u keragi bo'lmay qoladi. Sizga aytmoqchiki, bizga aytmoqchiki, o'qinglar, o'qiymiz. Abror Muxtar aka, kitob o'qiymiz. Faqat Xayrullo aka aytmoqchi, bizlar o'qiymiz, xalq o'qimayapti deb kuyinyapti. Xalq o'qib, bu yog'i nima bo'ladi? Xayrullo aka kecha 80 yoshli chol taksida o'tirib qoldik. Men bir voqea aytib berdim. Iltimos aytsangiz, men endi o'lsam bo'ladi, sizdan eshitib dedi. Bir narsaga javob aniqlik kiritdim. Nima uchun siz bilasizmi yo'q bilmayman, nima uchun har yili bizada Ramazon oyi 11 kun kechib kelishini bilasizmi? Men sizga oshini aytib bermoqchiman. Chunki o'sha inson aytdilar, endi men o'lsam bo'ladi. Men 70 yil masjidga bordim, hech bir imom aytmadi. Ba'zi imomlar ham bilmas ekan. Men aytmoqchimanki, bizlarning Gregorian kalendari bilan arablarning kalendari o'rtasida farqni aytib bermoqchiman. Bizlarning kalendarimiz, bilasizlar, Gregorian kalendari 15-asrda Italiyan Rim papasi tomonidan yaratilgan. Bilasizlar, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust. Bu quyosh atrofida aylanadigan 165 kun, unaqa 365 kun. Arablarning kalendari. Bu oy bilan gaplashadi. Oy yerni 29-12 soatda aylanib chiqadi. Qarang, 29-12. Demak, bir oyni bular 29 qiladi. Qolgan 12 narigiga qo'shib 30 qiladi. Demak, ularning oyi 29-30. Va mana ularning oyi shunaqa ketadi. Muharram, Safar, Rabiul avval, Rabiul oxir, Jumadul avval, Jumadul oxir, Rajab, Shabon, Ramazon, Shavval, Zulqajja. Va bularning yig'indisi 354 kun Xayrullo aka.
Biz boyagi Grigoriy kalendar 365 kundan ayirsak 11 kun. Ko'p kitobxonlarimiz bunga bilmaydi, shuning uchun aytib qo'ymoqchimiz. Bu ham bir ilm. Bu ham ilm. Zakovat ko'rsatuvdan sizga sovg'a beryapmiz. Rahmat, salomat bo'ling. Qarang, bu yerda har birida 1000 tadan savol bor. 4 tom. Abdurasul Abdullayevning so'zlari chiqardilar. Bu agar 500 ta savolni biz 200 ta kitobni yig'sak, bu avalasi 5000 ta kitob degani. Xayrul aka. Buni nimaga qiziqib o'qiysiz? Savol o'qish, javob o'qiysiz. Savol o'qish, javob o'qish, tez o'qib ketaverasiz-ku. Shunaqangi tez bilim olasiz. O'zingiz hayron qolasiz. Tayyor. Shuncha 5000 ta kitob o'qimaysiz. Sizga u kitobni topishni o'zi bir anaqa, hozir shunaqa zamonda. Sizga tayyorlab turibdi. Qarang, g'ij bilim. Tayyor asan. Tayyor. Men bu kitobni berishimning sababi prezidentimiz Shavkat Miromonovdan o'rganyapmiz. U kishi prezidentimiz, yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin. Diplomatiyaga, ma'rifiy diplomatiya degan termin kiritdilar. Ya'ni qaysi davlatga borsalar, o'sha davlat prezidentiga, rahbarlariga kitob sovg'a qilyaptilar. Bu diplomatiya tarixida birinchi marta prezidentimiz tomonidan kiritilyapti ma'rifiy diplomatiya termini. Men bitta she'r aytmoqchiman. Agar kim shu she'rni topsa, Xayrul akamning oldiga kelib aytadilar va biz zakovat ko'rsatuvdan yana mana shunaqa zakovat kitob beramiz. She'rni eshitinglar. Hech kim kitob o'qimay qo'ygan. O'qiganlar ham o'qimay qo'ygan. Balki hamma to'ygan kitobga yoki kitob hammadan to'ygan. Shuni kim yozgan? Agar shuni kim yozganligini Xayrul akaga kelib aytsanglar, sizlarga mana shunaqa kitob to'plami beramiz. 4 ta kitob beramiz. 4 ta kitob beramiz. Xayrul akaga mana siz Xayrul aka, siz mana Umar Xayyom kitobini so'radingiz, kinosini sizga sovg'a qilyapmiz. Keyin mana O'zbekiston gerbi bor, soatni mana Xayrul akaga sovg'a qilamiz. Sizga eslab berasiz, urib berasiz. Va mana bu yurtimizning bayrog'i, O'zbekiston bayrog'ini Xayrul aka Hayit bayramlari bilan tabriklab, yurtboshimiz omon bo'lsin. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Charchamang Xayrul aka. Uyingiz charchasin. Aqlingiz salomat. Bu Xayrulla Asadovning internetdagi savol-javoblari. Birinchi mani sovg'am bo'ladi. Mana shu inson Erkin Bozorov insonlik. Shu inson Erkin akaga rahmat. Rahmat, befarq o'tib ketmadilar. Gaplashib qoldik-da. Birinchi gaplashganimizda ketdilar. To'xtang dedilar. Noyob inson ekansiz dedilar. Rasmga tushdilar-da, video oldilar. Yana qaytib ketdi video aytdilar. Erkin aka bilan do'st bo'lib qo'yamiz-da. Halaka dedi. Agar o'sha kuni siz gapirmaganingizda bu ishlar bo'lmagan bo'lardi. Vazirlar Mahkamasining qarori bor, kitobchilarga tegilmasin. Bu meni qo'rg'on bo'lib haligacha himoya qiladi.